Enangning guli otimni yo'lishni bilmasam ham o'tmay jarang bor, tushundingmi? Bittan garang desang, bittan kessak desang, bittan yo'lishni bilmaydi desang, bittan sanash bilmaydi desang. Zato bo'lki qizlar men sochidan to'rmaydi, tushundingmi? Uka bitta qarayavering. Assalomu alaykum aka. Bitta yaxshilik qiling. Mayli. Mana shuni bittasiga olib borib bering, boshi yomon og'riyotgan ekan. Aka, bo'xtan qaysam qaytaman, lekin yaxshilikda qaytmayman. Mana shu yerdan yonidan to'g'ri tushsangiz, o'zi bitta uy bu. Ana shu yerga olib borib bersangiz, sizga pul beradi. Ko'p pullanma. Qizil pul ham beradi. Bo'l aka. Amir sizga berar ekanman, siz menga ko'p puldan qiympacha berar ekansiz. Pul berish kerakmi senga? Aka, men sizga garang emas, qizil pul kerak emas, ko'p pul kerak menga. Ko'k pul desang, ko'k pul yetadimi? Ha, yetadi. Mana bunisi zapaska. Mana qarang. Bahaz o'tdi-yu, yaxtakilar hamma o'zimizdan. Ayni? Oling qani mehmon? Yo'q, akam olmayman. Kristallardan. Menga qara, ichmasang, chokmasang, qizlarga bormasang, qanaqa erkaksan? Mushik. Erkak kishi bo'lmasa, bittasini qilib turish kerak, do'stim. Qanaqa erkaksan? Erkak kishi bo'lmasa, bittasini qilib turish kerak, do'stim. Nodir, tur uka. Ha, aka. Bu vaqt o'qishga bo'lishing kerak edi. Nima yotibsan? Boshim og'riyapti, o'qishga bormayman. Hammani o'zing bilasan. Men bo'lki ko'p pullar qiympacha kelyapman. Enam aytadilar, "Pulni qayerdan to'layapsan?" dedi. Men aytdim, "Bosh o'rtog'i to'shyapman" dedim. Hamma ham senga o'xshab yaxshilik qila olmaydi. Mana buni olasan-da, kechaga akang aytgan odamga olib borib berasan. Nodir? Uka, senga nima bo'ldi, uka? Nodir aka. Uka! Aka? Ha. Mana bularga ham bosh o'rtog'i berar ekansiz. Aka, ko'rdingizmi? Men ham garang emas. Qara, 3 ta uylarga kelib turib meni jag'imni olmaydimi? Qo'rqma, yaqinda yangi qonun qabul qilindi. Bularga amnistiya yo'q. Necha yil bergan bo'lsa, o'shancha yil o'tirib chiqadi. Zo'r bo'pti-ku.